Assalomu alaykum. Hurmatli tomoshabinlar. Bugun siz bilan juda muhim va ko'pchilikni xavotirga solayotgan bir mavzuni muhokama qilamiz. Unmaydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarlar haqida. Sizni ham bu ma'lumot tashvishga solyaptimi? Agar shunday bo'lsa, siz to'g'ri manzilga keldingiz. Bu ma'lumot har birimiz uchun juda muhim. Ayniqsa keksa yoshdagilar, nogironligi bor fuqarolar va ularning yaqinlari uchun. Shu sababli hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu ma'lumotni iloji boricha ko'proq odamga yetkazishga yordam bering. Keling, avvalo shuni aniqlashtirib olaylik. 10 maydan boshlab pensiyalar ommaviy tarzda to'xtatilishi haqidagi gaplar qanchalik asosli? Ochiq aytish kerakki, bu to'liq noto'g'ri ma'lumot, ya'ni mish-mish. Bunday ommaviy to'xtatish uchun hech qanday rasmiy asos yo'q va bunday qaror qabul qilinmagan. Lekin shuni ham unutmaslik kerakki, har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya ta'minoti tizimida ham ba'zi o'zgarishlar va aniqlashtirishlar doimiy ravishda olib boriladi. Aynan mana shu jarayonlar ba'zi fuqarolarni xavotirga solishi va noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Oldin qanday edi? Pensiya tizimi uzoq yillar davomida asosan an'anaviy usullarda ishlagan. Ya'ni fuqaro pensiya olish huquqini qo'lga kiritgach, tegishli hujjatlarni taqdim etardi va pensiya rasmiylashtiriladi. Agar fuqaro pensiya oluvchilar ro'yxatida bo'lsa va yashash joyi, shaxsiy ma'lumotlari bo'yicha keskin o'zgarishlar ro'y bermasa, pensiya to'lovlari uzluksiz amalga oshirilaverardi. Ma'lumotlarni muntazam tekshirish yoki yangilash jarayonlari unchalik qat'iy talab qilinmasdi. Ko'pchilik pensiyasini pochta orqali naqd pulda olar edi. Bu esa tizimga ma'lum darajada shaffoflikni pasaytirishga olib kelardi. Hozir nima o'zgardi? Bugungi kunda O'zbekistonda raqamli O'zbekiston yo'llanma strategiyasi doirasida davlat xizmatlarini raqamlashtirishga, davlat xizmat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini kuchaytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pensiya tizimi ham bundan mustasno emas. Maqsad pensiya to'lovlarining uzluksizligini ta'minlash. Ammo shu bilan birga har bir so'm o'z egasiga aniq va adolatli yetib borishini kafolatlash. Boshqacha qilib aytganda, pensiya jamg'armasi ma'lumotlar bazalarini muntazam yangilab turish, noaniqliklarni bartaraf etish va suiiste'molliklarning oldini olishga qaratilgan choralarni kuchaytirmoqda. Bu esa ayrim toifadagi fuqarolardan o'z ma'lumotlarini tasdiqlashni, yangilashni talab qilishi mumkin. Bu pensiya to'xtatiladi degani emas, balki ma'lumotlarni aniqlashtirish zarurati paydo bo'ldi degani. Quyidagi holatlar yuzasidan xavotirlar ko'paygan bo'lishi mumkin. Birinchidan, noaniq yoki eskirgan ma'lumotlar. Masalan, pasport muddati o'tgan, familiyasi o'zgargan, ammo pensiya jamg'armasiga bu haqda xabar berilmagan holatlar. Ikkinchidan, uzoq muddat chet elda bo'lish. Ayrim fuqarolar uzoq vaqt davomida O'zbekiston tashqarisida yashayotgan bo'lishsa-da, pensiyalarini olishda davom etishadi. Tizim bu holatlarni tekshirishni boshladi. Uchinchidan, bank kartalari bilan bog'liq muammolar. Agar pensiya bank kartasiga o'tkazilsa-yu, uzoq vaqt davomida kartadan pul yechilmasa yoki karta bloklangan bo'lsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, marhumlarning pensiyalarini olishda davom etish holatlari. Afsuski, bunday suiiste'molliklar ham uchraydi. Keling, endi kimlar xavotirga tushishi kerak, kimlar esa xotirjam bo'lishi mumkin. Shuni batafsil ko'rib chiqamiz. Kimlar xavotirlanish kerak? 1. Uzoq vaqtdan beri pasport ma'lumotlarini yangilamaganlar. Masalan, 75 yoshli Farida buvi o'z pasportini oxirgi marta 20 yil avval almashtirgan. O'sha paytdan beri uning familiyasi turmushga chiqqandan keyin o'zgargan, ammo bu o'zgarish haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermagan. Uning pensiya guvohnomasidagi ma'lumotlar bilan haqiqiy pasport ma'lumotlari to'g'ri kelmasligi sababli pensiya to'lov vaqtincha ushlab turilishi mumkin. Farida buvining o'yiga 1.200.000 so'm pensiyasi bor. Agar u o'z pasportini yangilamasa va ma'lumotlarni pensiya jamg'armasiga taqdim etmasa, bu mablag' unga yetib kelmaydi. Farida bu yangi pasporti bilan darhol pensiya jamg'armasining o'ziga tegishli bo'limiga murojaat qilishi va ma'lumotlarni yangilashi kerak. Bu juda oddiy jarayon, lekin vaqtida bajarilmasa, noqulayliklarga olib keladi. Chet elda uzoq muddat yashayotganlar. Keling, tagani yoshli Abdug'ani amakining misolini ko'raylik. U so'nggi 3 yildan beri Rossiyada farzandlari bilan birga yashaydi, lekin pensiyasini O'zbekistonda olishda davom etadi. Uning pensiyasi bank kartasiga tushadi va har oy farzandlari bu pulni O'zbekistonda yechib olib unga jo'natadi. Pensiya jamg'armasi ma'lumotlariga ko'ra, u mamlakat hududida emas.
Bu holatda Abdug'ani amakining pensiya to'lovlari nazoratga olinadi. Unga mamlakatda ekanligini tasdiqlovchi hujjat, masalan, yashash joyi bo'yicha ma'lumotnoma taqdim etish yoki konsullik orqali o'zining tirik ekanligini tasdiqlovchi hujjat yuborish shart bo'ladi. Agar u 6 oy ichida bu talabni bajarmasa, pensiya to'lovlari butunlay to'xtatiladi va keyin uni qayta rasmiylashtirishga to'g'ri keladi. Bu esa juda ko'p vaqt va hujjat talab qiladi. O'ch bank kartasi yoki hisob raqami uzoq vaqt faol bo'lmaganlar. 68 yoshli Dilorim opa pensiyasini bank kartasiga oladi. Lekin u naqd pul ishlatishga odatlanganligi sababli so'nggi 1 yilda kartasidan pul yechib olmagan, unga kelgan pul esa bank hisobida turibdi. Ba'zi holatlarda bank kartasining faol bo'lmasligi yoki hisob raqamida pulning uzoq vaqt harakatsiz turishi pensiya jamg'armasida ma'lum bir shubha tug'dirishi mumkin. Banklar harakatsiz hisoblar haqida ma'lumot berishi va bu pensiya jamg'armasining e'tiboriga tushishi mumkin. Natijada Dilorim opaning pensiya to'lovlari vaqtincha bloklanishi mumkin. Bunday holatda Dilorim opa bankka murojaat qilib, kartasining faol ekanligini tekshirishi va agar kerak bo'lsa, undan pul yechib olishi yoki qandaydir harakatlar qilish kerak bo'ladi. Vafot etgan yaqinlarining pensiyasini olayotganlar. Afsuski, bunday holatlar ham uchrab turadi. Masalan, 7 yoshli Gulnora xola vafot etgan erining pensiyasini o'zining vafotidan so'ng ham ma'lum muddat olib turgan. Bunday suiiste'molliklarning oldini olish maqsadida fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish FHDYO bo'limlari va pensiya jamg'armasi o'rtasida ma'lumot almashinuvi kuchaytirilgan. Agar shunday holat aniqlansa, pensiya to'lovi darhol to'xtatiladi va noqonuniy olingan mablag'lar qaytarilishi talab etiladi. Bu esa jinoiy javobgarlikka tortilishga ham olib kelishi mumkin. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? 1. Doimiy ravishda pensiya oladigan va ma'lumotlari yangilangan fuqarolar. Agar sizning pasportingiz amalda bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangizdan muntazam foydalansangiz yoki pensiyangizni pochta orqali olsangiz va har oyda uni tasdiqlasangiz, unda siz uchun xavotirlanishga sabab yo'q. Pensiya jamg'armasi sizning ma'lumotlaringizni yangilash uchun sizni bevosita chaqirmaydi. 2 yaqinda ma'lumotlarni yangilaganlar. Agar siz pasportingizni yaqinda almashtirgan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgargani haqida pensiya jamg'armasiga xabar bergan bo'lsangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizdagi boshqa o'zgarishlarni rasmiylashtirgan bo'lsangiz, siz ham xotirjam bo'lishingiz mumkin. Tizimda sizning ma'lumotlaringiz aktual holatda bo'ladi. O'tib, nogironligi bor va yotoqqa mixlangan fuqarolar, ularning pensiyalarini olishda maxsus tartib-qoidalar mavjud bo'lib, ulardan ma'lumotlarni shaxsan yangilash talab qilinmaydi. Odatda ularning vakillari ishonchnoma asosida ish yuritadi yoki pensiya jamg'armasi xodimlari ularning yashash joyiga borib, holatini tekshirishi mumkin. Endi esa o'zgarmas qoidalar. Ba'zi kutilmagan jihatlar va nozik nuqtalarni ko'rib chiqamiz. Istisnolar va nozik nuqtalar. 1. Nogironligi bor yoki yotoqqa mixlangan shaxslar. Yuqorida aytib o'tganimizdek, ular pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmaydilar. Bu holda ularning yaqin qarindoshlari notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida harakat qilishlari mumkin. Yoki agar fuqaro yolg'iz bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlari tegishli hujjatlar asosida uning yashash joyiga borib, tirikligi va pensiyani olish huquqiga ega ekanligini tasdiqlashi mumkin. Bu jarayon fuqaro uchun maksimal darajada qulaylik yaratish maqsadida amalga oshiriladi. 2. Vaqtincha chet elda davolanishda bo'lgan fuqarolar. Agar fuqaro davolanish maqsadida chet elga ketgan bo'lsa va bu holatni tasdiqlovchi tibbiy hujjatlari mavjud bo'lsa, uning pensiya to'lovlari to'xtatilmaydi. Buning uchun u O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga chet elda davolanishda ekanligi haqida ma'lumot berishi va tegishli hujjatlarni taqdim etishi shart. Hujjatlar elchixona yoki konsullik orqali ham yuborilishi mumkin. 3. Harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari uchun maxsus qoidalar. Ularning pensiya ta'minoti O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunida belgilangan umumiy qoidalar bilan birga Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi kabi tegishli idoralarning maxsus me'yoriy hujjatlariga asosan tartibga solinadi. Ulardan pensiya jamg'armasiga shaxsan borish talab qilinmasligi mumkin. Chunki ularning ma'lumotlari idoralararo almashinuv orqali yangilanadi. Kutilmagan xavflar va ogohlantirishlar. 1. Firibgarlar tuzog'iga tushmaslik. Pensiya to'lovingizni tekshirish yoki yangilash uchun PIN-FL raqamingizni, bank karta raqamingizni va uning orqasidagi
3 xonali kodni yuboring kabi SMS xabarlar yoki qo'ng'iroqlar qurboni bo'lmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari sizdan hech qachon telefon orqali bunday maxfiy ma'lumotlarni so'ramaydi. Bunday holatlarda darhol shubhali qo'ng'iroqni tugating va hech qanday ma'lumotni oshkor qilmang. Agar sizda shubha tug'ilsa, pensiya jamg'armasining rasmiy aloqa markaziga yoki bankka murojaat qiling. 2. Noto'g'ri ma'lumotlar tarqalishi. Internet va ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy bo'lmagan manbalardan kelayotgan ma'lumotlarga ko'r-ko'rona ishonmang. Har doim rasmiy manbalar, masalan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligi yoki MyGov, uz portali orqali ma'lumotlarni tekshiring. Noto'g'ri ma'lumotlar nafaqat chalkashlikka, balki keraksiz vahimaga ham sabab bo'ladi. 3. Pensiya olinmaganligi sababli to'xtatib turishning 6 oylik qoidasi. Aslida fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunning 63 moddasiga ko'ra tayinlangan pensiya miqdori 6 oy davomida olinmagan taqdirda uning to'lovi vaqtincha to'xtatiladi. Fuqaro murojaat qilganidan so'ng pensiya to'lovi qayta tiklanadi va o'tkazilmagan qolgan mablag'lar oxirgi 6 oy uchun to'lab beriladi. Agar fuqaro 6 oydan ko'proq muddatga pensiyasini olmagan bo'lsa, oldin olinmagan barcha pensiya to'lanishi kerak. Bu qoida ilgari ham bor edi, ammo bugungi kunda raqamli tizimlar orqali bu holatlar tezroq aniqlanadi va chora ko'riladi. Shuning uchun pensiyangizni muntazam ravishda olib turishga harakat qiling. 4. Elektron tekshiruv tizimlari. Yangi texnologiyalar tufayli davlat organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvining tezligi oshgan. Misol uchun, FHDYO bo'limi pasportingiz yangilanganligi haqida pensiya jamg'armasiga avtomatik tarzda xabar berishi kutiladi. Biroq tizim hali to'liq mukammal emasligi sababli har bir fuqaro o'z ma'lumotlarining dolzarbligini shaxsan tekshirib borishi va kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasini ogohlantirishi muhim. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz: amaliy maslahatlar. Xavotirga tushmaslik uchun hozirroq qanday aniq qadamlarni qo'yishingiz kerak? 1. Pasportingizni tekshiring. Amal qilish muddati o'tmaganiga ishonch hosil qiling. Agar familiya, ism, otasining ismi, yashash joyi kabi ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, darhol yangi pasportingiz bilan pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. 2. Bank kartangizni va hisob raqamingizni tekshiring. Agar pensiyangiz bank kartasiga tushsa, kartangiz faol ekanligiga ishonch hosil qiling. Undan muntazam foydalaning. Hech bo'lmaganda har 3-4 oyda bir marta kichikroq miqdorda pul yechib oling yoki to'lov qiling. Agar kartangizda muammo bo'lsa, bloklangan, muddati o'tgan darxizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qiling. 3. Agar chet elda bo'lsangiz, O'zbekistonning chet eldagi elchixonasi yoki konsulligiga murojaat qiling va o'zingizning tirik ekanligingizni tasdiqlovchi hujjatni oling. Bu hujjatni O'zbekistondagi pensiya jamg'armasiga yuboring. Ba'zi elchixonalar bu jarayonni o'zlari amalga oshirishlari mumkin. Oldindan aniqlashtiring. 4. Agar shubhangiz bo'lsa yoki ma'lumotlaringizda noaniqliklar bo'lsa, hech ikkilanmasdan yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Telefon orqali yoki shaxsan borib murojaat qilish mumkin. Qaysi hujjatlar kerak bo'ladi? Asl pasportingiz va nusxasi, pensiya guvohnomangiz, bank karta raqamingiz va bank hisob raqamingiz haqidagi ma'lumotlar. Agar pensiya kartaga tushsa, agar mavjud bo'lsa, ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi boshqa hujjatlar, masalan, nikoh guvohnomasi, nikoh bekor qilinganligi to'g'risidagi guvohnoma, familiya o'zgarishi haqidagi guvohnoma, tibbiy ma'lumotnomalar. Qayerga murojaat qilish kerak? 1. O'zbekiston Respublikasi pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlari. Bu asosiy murojaat nuqtasi hisoblanadi. 2. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, MyGov.uz. Ayrim ma'lumotlarni onlayn tarzda tekshirish yoki ayrim arizalarni elektron shaklda yuborish imkoniyati mavjud bo'lishi mumkin. Saytda pensiya ta'minoti bo'limini toping va mavjud xizmatlar bilan tanishing. 3. Xizmat ko'rsatuvchi bank. Agar muammo bank kartasi bilan bog'liq bo'lsa, bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish markaziga murojaat qiling. Qanday ariza yozish kerak? Odatda sizdan shaxsiy ma'lumotlaringizni yangilash yoki aniqlashtirish bo'yicha oddiy ariza yozish talab qilinadi. Namuna: pensiya jamg'armasi boshlig'iga shahar tuman, pensiya jamg'armasi boshlig'iga familiyangiz, ismingiz, otasining ismidan, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, ariza men, familiyangiz, ismingiz, otasining ismi, tug'ilgan sanangizda tug'ilganman,
va pensiya guvohnomasi raqamli pensiya guvohnomasi egasiman. Mening pensiyam bo'yicha ma'lumotlarimni tekshirish va agar zarurat bo'lsa, amaldagi holatga muvofiq yangilashni so'rayman. Shaxsiy ma'lumotlarim, masalan, pasportim almashtirilganligi, familiyam o'zgarganligi va o'zgarish sababini qisqacha yozing sababli yangilanishi lozim. Ilova qilinadi: 1. Pasport nusxasi, 2. Pensiya guvohnomasi nusxasi, o'tu boshqa tegishli hujjatlar nusxasi, masalan, nikoh guvohnomasi. Hurmat bilan, ismingiz sana imzo bu arizani 2 nusxada tayyorlab, birini pensiya jamg'armasiga topshirishda qabul qiluvchi shaxsning imzosi va sanasi tushirilgan ikkinchi nusxasini o'zingizda saqlab qolishingiz tavsiya etiladi. Xulosa qilib aytganda, hurmatli do'stlar, 10 maydan boshlab pensiyalar ommaviy to'xtatiladi degan xabarlar asossizdir. Bu oddiygina vahima. Ammo pensiya jamg'armasi tizimni shaffoflashtirish va aniqlashtirish uchun ma'lum ishlarni amalga oshirayotganligi haqiqat. Shuning uchun muhimi xavotirga tushmaslik, balki o'zingizning shaxsiy ma'lumotlaringiz va pensiya holatingizni tekshirish, agar kerak bo'lsa zaruriy choralarni ko'rishdir. Faollik va diqqat sizni keraksiz muammolardan himoya qiladi. Ushbu ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Savollaringiz bo'lsa albatta yozing. Javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Eng muhimi, ushbu videoni oilangiz, do'stlaringiz va ayniqsa keksa yoshdagi yaqinlaringiz bilan baham ko'ring. Axir bunday muhim ma'lumotni tarqatish orqali ko'pchilikni asossiz xavotirlardan qutqarishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha